Axir bu nima bo'ldi? Uni o'ng qo'li va o'ng ko'zini rangi shubhasiz. Bu Uchiha Shinsuyani o'zi. U men kurashgan eng kuchli raqibidir. Men bu rangni hech qachon unutmayman. Uchiha Shinsuya? U Uchiha klanidan ko'z genjutsu kuchi Uchiha Itachiga teng bo'lgan shinobimi? Shinsuyani genjutsusi unga odamlarni ongiga kirib borishga va ularning irodasini bo'ysundirishga imkon beradi. Raqiblari esa hech narsani tushunmay qolardi. Bu ko'zlarni men hech narsa bilan adashtirmayman. Bu eng yuqori darajadagi genjutsu.